Assalomu alaykum. Men Kimyo texnika institutining 3-bosqich talabasi Berdiyev Qosimbek bo'laman. Bugun biz uzg'uruvchan qatlamning katalistr ishtirokida boruvchi reforming jarayonini ko'rib chiqamiz. Xomashyomiz 5-nasos orqali 6-issiqlik almashtirish qurilmasidan 7-pechimizga keladi. 7-pechimizda esa 520 gradus Selsiy haroratda boradi. Va bu pechimizning birinchi bo'limidan ikkinchi kolonnaning yuqori qismiga keladi va ikkinchi kolonnaning yuqori qismiga kelgandan keyin bu yerda ikkinchi pechimizda issiqlik yutilishi bilan ketgani uchun qolgan qismlarga tarqaladi va ikkinchi kolonnamizdan 6-chi issiqlik almashtirish qurilmasidan mahsulotimiz o'tadi va 8-chi suvli sovutgichga keladi. Suvli sovutgichdan o'tgandan so'ng 9-chi separatorimizga keladi. 9-chi separatorimizdan vodorod gazini saqlagan holda mana bu qismida vodorod gazi bo'ladi va 15-chi kompressor yordamida 11 nasos orqali sug'urib olinadi. 1,5 megapascal ostida ketadi bu jarayon. Va 11-chi nasosimizdan sug'urib olingandan so'ng 13-chi suvli sovutgichdan yuqori bosimli separatorimizdan 18-chi kolonnaga yuboriladi. 18-chi kolonnamizning yuqori qismidan havoli sovutgichga beriladi va havoli sovutgichdan 20-chi gazli separatorimizga keladi va uning yuqori qismidan quruq gazimiz ajralib chiqadi. Keyin 18-chi kolonnamizning pastki qismidan barqaror katalizator va boshqa fraksiyalar, boshlang'ich fraksiyalar chiqib ketadi va 16-chi nasos orqali qayta sovutish uchun mahsulotimiz yana 18-chi kolonnaga beriladi. Bu yerda 17-chi pechimiz issiqlik haroratini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Bugun sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan mavzu shu.